Assalomu alaykum. Xorazmli YouTube kanalimizda obunachilari. Bugun sizlarga 3 xonali kvartirani ko'rsatib tanishtiracakmiz. Biz Sho'lqamataldamiz. Bu yandan kirib kelsangizlar, Xorazm Balkandan kirib kelasizlar do'stlar. Bu yan tarafdan kelaman desangizlar, Olimpiya stadionidan kirib kelaverasizlar. Tak, maktab bog'chalardan muammo yo'q, suv, gazdan muammo yo'q. Xudo xolasa, ajoyib bir kvartiramiz, 3 xonali. Mulk egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Agarda sizlardan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Asa bizlar uyni ko'rsatib tanishtiramiz. Aziz do'stlar, uyni ichki qismidan ko'rsatib tanishtirib boshlaymiz. 3 xonali kvartira, bilasizlar, 5 etajli domni 1-etajida joylashgan bo'ladi. Planirovkasini tushuntiraman. Chap tarafda kuxnyasi bo'ladi. Bu yoqda zal, hojatxonasi, yuvishxonasi alohida bo'ladi. To'g'rimizda spalni kattalar uchun, bu yoqda детский spalni. Birinchidan tushuntiramiz. Giraverishda shunday katta eshiklar qo'yilgan. Demir eshiklardan konteynerlarimiz bor ekan. Ajoyib bo'lib turibdi. Birinchidan tanishtiraveramiz esa, chap tarafimizda do'stlar kuxnyasi. Ko'rib turib olasizlar, katta kuxnya tushgan. Umumlik joylari, xolodilnikimiz ham Samsung firmasidan katta xolodilniklar qo'yilgan ekan. Gaz plitamiz hamma o'zlari bor. Duh konteyner kotyollarimiz qo'yilgan, ishchi holatida hamma o'zlari ishlab turibdi. Registrlarimiz ham issiqqina bo'lib turibdi do'stlar. Aynalarimiz plastik romlardan qo'yilgan, o'zini reshotkalari ham bor ekan. Eshiklarimiz ham shunday ko'rinishda ajoyib taxta eshiklardan qo'yilgan. Bu yon tarafimizda chiroyli bir zal tushgan, parda hamma o'zlari bor ekan. To'g'ri, endi ozgina remontlarni qilish kerak, lekin ajoyib bo'lib turibdi do'stlar. Qaranglar, katta zal. Endi ko'pchilik o'zlari qoladi deb turibdi. Endi o'zlar qoladi, o'zlar ketadi. Ekranda egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashib olaverasizlar. Tak, bu yonimizda bir spalni, детский spalni. Qaranglar. Asosiy sertifikat kerak. Registrlarimiz bor, aynalarimiz plastik romlardan, jalyuzilarimiz ham bor. Bu yon tarafda do'stlar, kattalar uchun bir spalni tushgan. Mebellar ham yana ko'rib turib olasizlar, kattasidan qo'yilgan. Hamma o'zlari joy-joyida sig'ib turibdi. Qaranglar. Tak, keyingi xonani ko'rsatamiz. Bu yonda hojatxonasi. Akkuratni chiroyli bo'lib turibdi. Aristollar ham bor ekan. Suv, gaz, svetlardan Aristollar ham bor ekan. Akkuratni chiroyli bo'lib turibdi. Tak, keyin yan tarafimizda yuvishxonasi. LG firmasidan 8,5 kilolik kir mashina turibdi ekan. Polni ish holatida davom. Bu yon tarafimizda yana vannasi joylashgan. Oyoqimizda teplый pol, issiqqina bo'lib turibdi do'stlar. Ekranda mulk egasini nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Bu yerda do'stlar biz sotganmiz 350 million deb 330 million bir xonali 5-etajda sotganmiz. 2-etajda 420 million deb do'stlar 420 millionni o'zine ketadi do'stlar, o 2 xonali. Bu 3 xonali deb turibdi. 540 million. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda kelishtirib, savdolashib olaverasizlar do'stlar. Dokument hamma hujjatlari tayyor ekan. Bemalol o'zlaringiz kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa olaverasizlar. Jalyuzilarimiz ham bor ekan. Asa yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizni kirib kelgan korlar bilan tabriklaymiz.